Voy, baraka topkur, meni zaharli tutun bilan qiynama. Chakishni bas qil. Yashagim kelyapti. Isming? Samosa. To'liq ismingni ayt. Yuqori xolesterinli samosa. Gapir, qancha odamning sport motivatsiyasini yeb bitirding? Meni kechir. Iltimos, meni kechir. Men farzandingizning qoniman. Eng yaxshi ko'radigan ovqatim anor. Men farzandingizning ichaklariman. Eng yaxshi ko'radigan ovqatim banan. Men farzandingizning suyaklariman. Eng yaxshi ko'radigan ovqatim ismaloq. Men farzandingizning miyasiman. Eng yaxshi ko'radigan ovqatim tuxum. Men farzandingiz yuragiman. Eng yaxshi ko'radigan ovqatim omega 3 uchun lasos. Men soch tolasiman. Meni o'stiraman deb chesnok bilan qalampir suraverma. Keyin ko'p fen ham ishlatma. Yana bir gap. Boshingni yuvib tashqariga ham chiqma. Aks holda nima bo'lishini juda yaxshi bilasan. Agar soch to'kilishi bilan bog'liq muammong bo'lsa, aynan shu muammoni hal qilgan mutaxassisga bor. Ha, aytgancha